imzoni loyilaganlarni arayman, imzoning kaynida turib, shu Xitoy bilan o'xshash gap qilayotganlarni men arayman. Shunlashqa mushunda xalqlik paytda aziz xalqimizga bizning chaqiriqimiz qurultayda xatolik bo'lsa tuzat. Sening vazifang qurultay xalqning qurultay. Agarchanda qurultay yetarli qilmagan bo'lsa, qurultaydan oshirib qil, biz son qatnashaylik. Ammo hozir mushundaq qilayotgan tashkilotni xalqqa vakillik qilmaydi desang, u vaqtida doktorga va doktor ko'radi. Rahmat. Yana bir savol bor aka. Qanishim siz kim bo'lsiz? Savolingizni so'rasangiz bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Arslan, Mehmet Doktor efendim, Ömer Kanat efendim. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men Dilyar Musabay. Programmani yapayına ko'ryaptim ve qayerda so'zlashimiz deb Mehmet Doktor efendi degan temani men keldim, şeyde so'zlashimiz. Asli deydigan gaplarcha, hamda imzoni to'plashda bu efendi xalqning mat tashkilot mavakillik qildi, mat tashkilot mavakillik qilmaydi deyish huquqi var. Agarda Kanadada turib demokratiyani o'rganmagan bo'lsa, azroq o'rgansa u yerini biladi. Hamda asli deydigan gaplarcha, ammo programmaning vaqtini almaslik uchun men ikkala efendimdan bir dilli savol so'rayman xolos. Qolgan gapni imzo to'plangandan keyin deyishimiz. Oldi bilan Ömer Kanat efendim abay dedi ki, Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti kurulgan vaxtada erken alıp tekin efendim Enver Yusuf efendi öyle söz düşüp bu işini kırıverse kollaydıganlığını diyendi dedi. Doğru abi. Andakinte hazır dedi ki biz başka sürgünlük hükümetini inkar kılmayımız degen gapni kılmadı o. Bizni inkar kılmay işini kısı buluyordu dedi. Ama bu gibi yalgan. Yani Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti 2014 yıl 9. ayının 14. günü kuruldu. 2014 yıl 9. ay 14. günü kuruldu. 2014 yılı 9. ayının 21. günü Dünya Uygur Kurultayı'nın bayanatçısı Dilşat Rişit Şarkı Türkistan sürgünlük hükümetini tanımayımızda BBC'nin Xitay kanalına bayanat verdi. Ömer Kanat efendim bilmişse yani bir izlep baksın. Hem de benim Ömer Kanat efendimki sualım şu bek adlı. Abi bir şeyde biraz demagojiye oynamakçı oldu. Yani bu insanlar neymiş ve Uygur meselesi Şarkı Türkistan meselesi böyle ayrım deydi. Uygur cisneymiş ki nefretlendi de halkın hissiyatıyla oynatıdı. Benim Ömer Kanat efendimki sualım şu. Neymiş için Erkin Ekrem efendim yıllardan bu yankı videolarda, sözlerde Şarkı Türkistan meselesi ayrım, Uygur meselesi ayrım deydi. Bununla siz ne mi deysiniz yani? Bu mu Uygur'da nefretlenemdi? Ya nefretlenmeydi. Mehmet Usta efendim kanuni noktada nazım kurultayının nimisi, kanuni vekili ve kanuni vekili yaxşı bulduğun dek turdu, abayına yer karşısak. 2007 yılı çıkan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Indigenous People'la kanununun 3. 4. ve 46. maddesi nimdeydi. Mehmet Usta efendim. 3. maddesi de Indigenous People'larının öz takdirini öz belgeç hukuk vadeydi. 4. maddesi de Indigenous People'larının öz takdirini öz belgeç hukuku işki abdonomiye alıdığı hukuktaydı. 46. maddesi de Indigenous People'larının özü turvatkan devletinin ilgilik hukukunu parçalaş hukuku yoktaydı. Çünkü siz köygen Indigenous People ya başkaça asmandan üçge Indigenous People mu? Kandaksiga Indigenous People'nın müstakillik hukuku var deysiz. Sualım şu. Yani Nuri Türkel efendim böyle sözleşip baktınız mı bu temini ya sözleşmeyi çıkıp özünüz de atamsınız. Rahmet. Sualım şu. Rahmet sualınızga. Okey. Rahmet. Nayte yaxşı sual so'radi. Bizniki biz meninki bilgim doirasi ichida biz deganimdek Enver Yusuf efendim bilan uzundan beri hamkorlashib kelgan. Nima qurildi? Qurilishning sabablarini dedim bayam. Nimishki bundaq ixtilof chiqdi. Bu nimada hech qachon biz Dünya Uygur Kurultayı bo'lib, mening bilishimcha, balki men u chaqda 2004da tam ilaqa rahbarlik nimasida emasdim, radioda ishlayotgan chaqim, meningki diqqatimdan qochgan bir nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo Dünya Uygur Kurultayı'ningki hech qanday yig'inida, hech qanday suhbatida, hech qanday bir qaror olgan mexanizmisi ichida men boyada Enver Yusuf'ninki hukumatini inkor qilib, biz faqatla Enver Yusuf'la birlikte bir faaliyet kılmadık. Çünkü o hükümetli
sirtqi chiqib biz inkor qilmadik. Biz inkor qilmaymiz ma hukumatni. Sizlarga o'xshashma dunyo Uyg'ur qurultayini inkor qilamiz degandek, biz chiqib Anvar Yusufning kelimasini inkor qilamiz deb xalqaroga baqirmadik. Hech qachon boshqa davlatlarga berib bu hukumat emas, biz inkor qilamiz demadik. Meningki qatnashgan hindimamda o'zim buningga javob bera olmayman. Chunki biz dedik, bo'pti ulama qilsin. Erkin efendimning shu chaqda bergan direktivi shu bizga. Bo'ldi, uni nima bilan biraz yetishmoq manglar. Chunki Anvar Yusuf qarorni berib bo'pti bu hukumatni qurish to'g'risida. Biz dedik shu chaqda, ya siz oldindan olsangiz bo'lmamdi, bunda bo'lmasligi kerakdi bu ishda. Desak, Erkin Alptekin efendim dedi, ukam u qarorni berib bo'pti, uni to'xtatish mumkin emas. Shuningga biz ishimizni qilib ketaveraylik, ularni ishini qilib ketaversin. Shuningga bo'pti, sen hukumatingni qurib mangayva dedi. Shuningga bu yerda meniki beradigan javobim shu. İkincisi bir sual. İkincisi Mehmet To'xta efendimga indiceniz. Meniki yana bir nima bor. Ha, okey. İkincisi bir söz qilgan. İkinci sualım ne? Erkin Ekrem bilan munosabat. Erkin Ekrem. Erkin Ekrem, okey. Biz Sharqi Turkiya, u Uyg'ur albatta. Uyg'ur emas demaydim, Uyg'ur. Uyg'urga o'chmanligi qilmayotdi. Sizlarga o'xshash o'chmanlik qilmayotdi. Chunki u davatida Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqib, uning nimasida bizningki zimin da'vomiz bor. Bu da'voni buning bilan birga elib mangamiz. Erkin Ekremning da'vatgan gapimi Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqish orqali Sharqi Turkiston da'vosini Uyg'ur kimligi ostida Sharqi Turkiston da'vosini xalqaralashtirdik davatida. Biz uningga sualim bu emas. Mening sualim, siz abay dediniz, yani bana fikriniz varken, ben Sharqi Turkiston meselesi ile Uyg'ur meselesi ayrım, ikisi iki xil narsa dedim ekranda. Ve mesele Sharqi Turkiston davası olup başlangan ve Uyg'ur davası burmalandı dedim. Siz dediniz ki Uyg'urlar bilan bunun nima ochiq va nima nafratlandi dediniz. Ama men sizga da'vat qilaman, Erkin Ekrem efendimmi menga o'xshash gap qildi. Sharqi Turkiston meselesi boshqa, Uyg'ur davası başqa deyiglik yıllardan beri. Ama yaptığımızda Dünya Uyghur Kurultayı sürgünlük hükümetini inkar kılmadık, dünyaya çıkıp dediniz. Ben zaten sizlerin sürgünlük hükümetini inkar kılıp belgen bayanatlarını çıkarıp koydum doğru. BBC'ga sürgünlük hükümetini tanımayımız deyip 2014 yılı Dilşat Rişit'in belgen bayanatı var. Şuna bununla kim rast yapatır, kim yalan yapatır, halk bahasını verdi. Verdi. Sizlerin vaxtınlarının ağım yok. Fakat Mehmet To'xta efendim, abiyam sualımı cevap verse rahmet. Ben başka sual var yerindaşlarım vaxtına ben cüketim yerindaşlar rahmet. Mehmet To'xta efendim cevabını bəs buldu. Rahmet. Halk bahasını verdi köygen. Rahmet Allah'a emanet. Köp rahmet. Ben sualınızga şuna cevap vereyim. Ben kiley, Ömer bazı nimeler dedi. Va Sharqiy Turkiston Uyg'ur degan masala haqida bak turib ketgan o'xshaysiz. Mening sizga nisbatan ochiqim bor, mana ochiq deb qo'yay. Bo'lib shu vatan davosiga berayotgan ziyningiz hozir Xitoyning bergan ziynidan bak qilishmaydi. Shuning uchun niyatingizni nimaligini bilmayman. Men sizni davosida men qatnashgan uzun bo'ldi. Men sizni anglab boqmabdi ekanman, ammo oxirgi qismingiz tunishliq. Shunda bo'lg'achqa men bu bergan javoblarim sizga bo'lgan mening ochchig'imdan ayrim shu nima tarafdan hissiyat tuyg'ularimni besib olgan asosda berilgan javob. Qandoqdir ochchig'i bilan berdi deb javob qaraman. Bu Dunyo Uyg'ur Qurultayi qurilganda bu Sharqiy Turkiston mustaqilligini amalga oshirishda belgilik bir strategiyani biz deyishgan. Eng dastlabida Sharqiy Turkiston masalasini xalqaralashtirish. Bu Chunki Xitoyning 1997 yil e'lon qilgan 7-nomerlik hujjatida Xitoy o'sha barliq diplomatik va barliq omillardan foydalanib Jiang Zeminning boshchiligiga chiqqan 7-nomerlik maxfiy hujjat Sharqiy Turkiston masalasini xalqaralashishning oldini olish deb davlat siyosat bekitgan. Shunlashqa qo'shni davlatlar bilan birlashib
Şanghay Hamkorlik Tashkilotini qurdi. Bu qo'shni davlatlardagi Uyg'urlar yashaydigan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa yerlardagi Uyg'ur tashkilotlarida Sovet vaqtida faoliyat qilib kelgan Uyg'urning ya'ni organlarini taqidi, gazetlarini, televizorlarini nurg'un qarindoshlarimiz shahid va'di berdi. Shu Xitoyning Sharqiy Turkiston masalasining xalqaralashishni oldinish uchun ilib borgan barliq chora amallarni ishga solishidan bo'ldi. Anadan Turkiyada 98-yillari shu Mas'ud Yilmaz degan odam bosh ministerdi. Uqtirish chiqarildi. Sharqiy hech qanday Turkiya Cumhuriyatining davlat organlari va hech kim Sharqiy Turkiston faoliyat hech qanday yerga bormaydi deb. Buni Umar Qanot apandim yaxshi bildi. Xitoy top yakun shunday bir narsadan qilgan mezgil shu mezgilda. Anadagi 11-sentabr voqea keldi. Men biroz deb berdim uni. Mushuna mezgilda Sharqiy Turkiston degan gapni deyish, mushu gap bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'tirg'i chiqishi xilibak jasorat talab qiladi. Chunki Xitoy Sharqiy Turkiston bilan terrorizmni birlashtirish uchun Sharqiy Turkiston islom markazi degan bir narsani o'ydirib chiqib, mushuni butun dunyoga Sharqiy Turkiston degan ism bilan terrorizmni tang bog'lab, Sharqiy Turkiston tang terrorist tashkilot mashina qilib bordi. Shunlashqa bu mezgillar kelganda bu Xitoyning butun zulmining qurboni Uyg'urib keldi. Sharqiy Turkistondan iborat. Bu vatan mustaqilligining davosining qonuniy va har xil mas'uliyati Uyg'urning zimmasiga tushdi. Bedelni Uyg'ur to'ladi. Shunlashqa Uyg'urlarning shu to'lagan bedeli, Uyg'urlarning Xitoyning zulmiga uchrayotgan shu nimalarni bir nima qilib turib, dunyoga shu bo'yicha chiqdik biz. Ama hozir bu Sharqiy Turkiston masalasi xalqaralashdi. Endi ikkinchi bir qadam bosqich bilan ketib boramiz. Bu ishlardan sizning xabaringiz yo'q. 2004-yil bu masalalarni qanday deyishdik bu. Shunga bu shakada qisqacha bir nim berayotay. Anandan Dilshod apandimning 9-yili bergan 2005-yili 9-yili bergan bayonotida debsiz. Onunga men bir izoh berib qo'y. Balki Umar Qanotning beradigan boshqa izohi bor. 2005-yil 9-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Myunxda ijroiy komiteti to'plandi. Şu toplantıda menba Ömer Qanot var. Türkiye'den kelgan ve dünyanın başka yerden kelganlar dünyada bir şamal olup ketdi ve sürgündük hükümetiga mümkün bo'ladi ekan u bu. Nima deb qurultay sürgündük hükümetini itiraf qilmaydi u bu deganda. Shu vaqtda bizning olgan bir qarorimiz var. U shu vaqtlardagi qurultayning bayonotidan bor. Nima? Sürgündük hükümet kanuni resmiyetlerini bitirip kanunluk bir organga aylansın o vaqtida Dünya Uyg'ur qurultiyi bular bilan ham har turli hamkorlikni ilib boradi. Lekin mazmuni shu tariqada. Balkim tushib qolgan jumla bo'lishi mumkin. Shu nimada qaror oldi Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Shunlashqa Dilshod Rashid unda qaror olgan uni rad qilmadi. Dilshod Rashidning bergan bayonoti sürgündük hükümet kanuni resmiyetlerini püttemigen avvalda biz hemkarlaşamayız degendek bayanat o. Çünkü kurultayın ağın kararı var. Eğer Dilshod Rashid onu inkar kılgan biz o hata kılgan buldu. Çünkü kurultayın ağın kararı var. Eğer kereklisiniz Ömer Qanot o kararını siz yollap pes oldu. Endi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yerlik milletlerinin hukukunu garanti kılış hakkındaki nesini siz kanun dediniz. Hatalaştınız. O kanun emez. Birleşken Devletler Teşkilatı kanun çıkarmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı declaration elan kıldı ya resolution kararname çıkardı. Şunlaşka 2007-yıl 9-ayının 13-ni elan kılgan neme? Mana men hazır şu ekranı qarab tudum. Siz mi okun United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Çıkmadı Mehmet. Ama elke qayta share screenni nim qilsangiz men avatdim ku deyman uni. To'g'ri turgan men chiqaray. O'zingizdan ekranni qilmay, abay share screen orqali qilsangiz chiqadi. Siz o'chirib ketdingiz, kamerani o'chirib. Kamera degan narsa besatdingiz, yana chiqadi. Tamam. Tamam. Endi share screen qilsangiz chiqadi. Share screen'da entire screen day bu nima hozir uni shunda entire screen qilsangiz to'g'ri yaxshi. Chrome'dan bu qarindoshimiz mushuning gapini dedi. Ekran chiqdimi? United Nations Birleşken Devletler Teşkilatı'nın torbeti. Ben başka yerden muammedim. United Nations degan logomu turdi. United Nations Declaration. Şunlaşka bu kanun depsiz bu kanun emas. Kanunni İngilizce law deydi. Bu declaration. Şunlaşka ben sözümün başında kirganda jakarname dedim.
Declaration'ның Uyg'urcha eng to'g'ri tarjimasi balkim jakarnoma bo'lishi mumkin. Anadan siz 3-chi, 4-chi moddalarni dedingiz. 3-chi, 4-chi moddaga baray. Article 1, Article 2 men Article 3'tür. Article 3. Indigenous people have the right to self-determination. Period. Nokta. Yerlik milletlerinin öz takdirini öz belgileş hukuku var. Çıkıtvamayada. Ona kandak kılıda onun nurgun şekilleri var. Mayar ki mesela fakat medeni ya ki o ya ki bu hukukunu öz takdirini belgileş boyunca icra kılıda emez. Cümlenin bir cümle var mıydı? Indigenous people have the right to self-determination. Şartsız inik hüküm cümlesi. Bu ne? Bazılar siyasi öz takdirini öz belgeleşi boyunca işletishi mümkün. Çünkü bu umumi çıkan, ma'lum bir millet kartılgan emez. Bazılar her xil şekildeki medeni ya iqtisadi ya baylıklar o bulushi mümkün. Şunlaşka bu umumi narsa. Anadaki 4-cisi depsiz mana. 4-cisi mi şu men degandek optionlarni beradi. Onun da self-determination mesela avtonomiya öz-özünü bizni Uyg'ur tushungan avtonomiya bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qo'llangan avtonomiya o'xshamaydi. O'xshamasligini shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu hujjatida autonomy deganning definitioni nima? Shu hujjatda bergan aniqlamasi bor. Shu aniqlamaga kirib, siz ingliz bilgan o'qigan odamdek qilasiz. Shu autonomy deganning shu hujjatdagi aniqlamasi nima? Yoki autonomy degan so'zni shu hujjatda qaysi ma'noda ishlatdi deb buning aniqlamasini topa olasiz. Eng oxirgi modda 46 men bayotimni deb o'tib ketgandim. Bu 46-moddaning bu yerga kirishida sabab bor. Lekin siz yana bir narsani nima qilibsiz? Bu declarationdagi hech bir modda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga xilof holda ta'riflanmaydi. Başlandı buni. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizomnomasida xalqlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi to'liq kapolatga ega. Endi bu moddaning miyada ba'zi nimalarning kirishini men bayatın shu so'zimning kirishida dedim. 2007-yil 9-oyning 13-kuni bu jakarnoma e'lon qilganda Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya qarshi turdi. Qarshi turganda Moşunda qalaymakanchiliklar yalğız bu milletlerinin yoki yerlik milletlerinin mustaqillab zemini arib ketishlar masalasi emas. Asrlardan beri tuzilgan to'xtamnomalar va boyliqlar masalasi nurg'un masalalardir. Moşunda qalaymakanchilik chiqib niyaga shartlik holda ba'zi narsalarni qo'shib qo'ygan. Lekin bu shart moddalar qanday qo'shilishidan qat'iy nazar bu bir jakarnoma. Ya'ni bu bog'lig'uchi bir qonun emas. O yerlik milletler eğer müstakil olaman dese, bu Birleşken Devletler Teşkilatı bu jakarnamesi olan tosap kılanmaydı. Jakarname, declaration, Türkiye'de mi deklarasyon dep işletiyordu. Bir narsani bayan, yoki ilan qilish degan gap, yoki bir fikir bayan qilish degan gap, Birleşken Devletler Teşkilatı bir bu narsani o'ttirg'a atgan, yani devletlerinin paydalanışıga, o devletlerinin kolputuna bağlap koyduğun kişi emas. Yoki yerlik milletlerinin kolputuna bağlap koyduğun kişi emas. Yerlik mesela Kanada'daki 3 teritoriya var. Bular men mustaqil olaman desa Kanada'nın hiçbir kanunu. Bu jakarnomani bir yoqqa qarab qo'ying. Kanada'nın hiçbir kanunu to'sab qo'yolmaydi. Chunki Quebec 2 qatim mustaqillik referendumi o'tkazdi bu Kanadada. Referendumda Quebec xalqini ko'p sonliga biz mustaqil bo'lmaymiz degan uchun yoki mustaqillikni yoqlamaganlar ko'p sonliqni egallagani uchun bu to'silib qoldi. Ya'ni Quebec xalqining mustaqillik huquqi bor-da. Bu yerlik millatning yo'qmi? Unda asholamdi. Bu vaqtida bu bir davlatning fuqarolariga siz sinib qarg'an bo'lsiz. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu jakarnomasi bu dunyodagi butun millatga o'xshash yerlik millatlar, dunyodagi butun millatlar o'xshash huquqqa ega. Bularning hatto o'zini taqdirini o'z belgilash huquqi bor deb buni bu davlatlarga tanilgan bir jakarnoma, lekin bu qonun emas. Shularga sizning so'zingizdagi bu birisi bu jakarnomani tushunishingizda xatolik va ikkinchi bu jakarnomani qonun deb insonlarimizni xato tuyuq yo'lga yoki bularni qo'ymoqtirish uchun qonun deb atishingizda xatolik va buni qasddan qilyapsiz. Çünkü declaration bilen law deganning farqini siz Avstraliyada turadigan odam nayt yaxshi bilasiz.
Law degan. Rahmat javobingizga. Men yana qayta telefon qilishga majbur qoldim. Shu qonunni bir chiqarsangiz 4-moddasini bir o'qisak, unda atlab o'tib ketish bilan ish bo'lmaydi. 4-moddasini bir yeching. Undan keyin xalqaro qonun emas deyapsiz. Ya'ni men sizning xalqaro qonunni qancha tushundiğinizga rostdan men hayron qoldim. Siz bir Nuriy Turkal efendimdan bir so'rang. Xalqaro qonun degan ikki asosiy nimadan tarkib topadi. Birisi Birleşken Milletler Teşkilatı e'lon qilgan resolutionlarga davlatlarning imzo qo'yib qo'shilishi, bu uni xalqaro qonun qiladi. Ikkinchisi davlatlarning shu xalqaro nimaning masalan Birleşken Milletler Teşkilatı e'lon qilgan resolutionlarga qarata bir-birisi bilan to'xtam tuzgunimi xalqaro qonunning doirasiga kiradi. Shuning uchun UN e'lon qilgan resolutionlarni o xalqaro qonun kategoriyasiga faqatlik kirmaydi desangiz, u endi hayron qolarli ish bo'ldi. Shunga 4-moddasini o'qing. 4-moddasida hozir 3-moddasining 1-cümlesini o'qidingizku. Ularning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bor dedingiz, jumla tugidi. 4-moddasini o'qing. Indigenous people in exercising their right to self-determination, yani o'z taqdirini o'z belgilash huquqini ijro qilganda have the right to autonomy, avtonomiya haqqi va or self-government in matters relating to their internal and local affairs. Faqat o'zining ichki ishlariga, ya'ni o'z taqdirini o'z belgilashning ikki xili va birisi tashqi, birisi ichki, tashqi degani mustaqillik, ammo indigenous people'larning huquqiy avtonomiya va o'zining ichki ishlarini boshqarish o'z taqdirini o'z belgilash huquqi deydi 4-moddasida. Bunun da ben ondan düşündüm. Nima ilk sualına cevap versin başta. Siz yani gapni birovatsiz. Men 4-moddani siz telefonda qo'yib aytgandan keyin o'qidim. Chunki siz 3-moddadagi keskin hukm bor bu yerda. Yerlik millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Nokta. To'xtang. Endi men gapimda hozir kelaman sizga yerga. Sual sordun mu? To'xtat, sual sorma, fursat berma inshaalloh. Sual javobni ilib ol, kim yana so'rasang bo'ldi inshaalloh. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va nokta. Endi bu o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ijro qilganda option mandaq yo'llanma bor deyapti. Bu yerda siyosiy o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rad qilgan gap yo'q. Mandaq. Chunki bu umumiy narsa. Yani ma'lum bir millatga yoki ma'lum yoki qartilgan narsa emas. Siz yana bu xalqaro qonunning bir tarkibi debsiz. Bu declaration. Bu declaration Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nizomnomasi va boshqa qonunlarning ro'yiga asosan chiqqan. Chunki mana 1-moddasi qarasangiz, yerlik millatlarning butun dunyodagi boshqa millatlarga o'xshash eng asosli erkinliklardan qanday foydalanish, bu foydalanishga haq huquqning asosi nereden oldu? Charter of United Nations, Universal Declaration of Human Rights and the other international law deydi. Xalqaro qonun bo'yicha Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nizomnomasi bo'yicha va shu kishilik huquq universal bayonnomasining bu shu 3 hujjatning ro'yi bo'yicha yerlik millatlar boshqa millatlarga o'xshash huquqqa ega deydi. Endi shu huquqlarni tizib kelganda artikel 3'te birisi yerlik millatlarmi boshqa millatlar yuqorida degan qonunlar bo'yicha shu o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bo'lgandan keyin yerlik millatlarning bor bu deydi. Chekitni qo'yib, anadaki ona her xil shaklda nima qilsa bo'ldi deb optionlarni tanlashlarni beryapti. Siz bunu hammasini o'qidim, 3 qatam o'qidim. Siz degan 46 moddani men dedim, 46 moddaning qo'shilishida Kanada, Amerika, Avstraliya qatorliq davlatlarning 2007-yil 9-oydagi narsida bu 46 moddamida kengaytirilgan emas, keyin kengaytirildi u. Chunki men qarshi turgan millatlar, biz yerlik millatlar bilan 30-40-50-yillardan o'sha nurg'un to'xtamlarni tuzdik, yer to'xtamlarimiz tuzilgan hamma narsa nim bo'lib ketadi deb, keyingi nimani qo'shdi. Lekin nim bo'lishidan qat'iy nazar bu jakarnoma, bu qonun emas. Ya'ni buning siz foydalangan yerini olasiz,
Amerika'daki yerlik millet paydalandıqanını alıdı, yani bir yerdeki özgü paydalık yerini alıdı, hemmini tan ilip, hemmini tan ret kıldığan esemez. Bunun özünüzge kiladiğanını paydalanırsınız, kemmeydiğanını ret kılısınız. Boladiğan nesi şu? Yani herhalde bu yerde yani bu yerde sizgi ziyallık yerden Xitay paydalanmam da bir sual. Yani birisi Mekarang dalyar. Ben sizden bu meseleni ben kötürüp çıkanınızı ben bildim. Xitay paydalandı, ziyin, o Xitay'nın inkasını ben bayatın dep buldum. Xitay bunu kabul kıldı, kabul kılığını biz yerlik millet yok dep kabul kıldı. Ben bunu şahsi siz bilen paranlaşım mümkün. Dünya Uygur Kurultayı'nın bu indigenous people hakkında hazırgıça yazmış şekillik ya belgen hiç kandak bayanatı yok. 2007 9. ayının 13. günü bu Jakarname ilan kılgandan hazır 2022 yılı 1. ayının 9. günü. Aradan 14 yıl vakt etti. 14 yıldan bu yan Dünya Uygur Kurultayı'nın yerlik millet ya ki Uygurlar'ın hiç kandak nemesi yok. Çünkü bu mındaklı işkimiz talaş tartış kılıpla mında bulduğu iş emez. Bunun bir mutxas lazım. Dünya Uygur Kurultayı eğer bunun baha verse, ben başta dedim bunun bizge kildiği yerleri var, evzelliği var, bizge kemmeydiği yerleri var. Siyasi noktadan bizge kildiği yerleri var, siyasi noktadan evzelsiz noktaları var. Kanun noktadan bizge kildiği evzellik noktaları var. Kanuni cihetten bizning elakaya davarımız ziyallı kildiği noktaları var. Hem bunu bir toplap anadikken hüküm kılısınız. O sizge okşaş Ya hazır bir minut ben bir iki söz koşayım şununla. Hazır bu yerde Dünya Uygur Kurultayı'nınki biz indigenous people degen bir nimesi yok. Bir bayanatı yok. Ya bir kol koygan bir nimesi yok. Nimege asasen bunçilik bu mesele üstüde biz münazara kılıvatımız. İkincisi nimişke sizler muşunu bir bahane götürüp çıkıp Dünya Uygur Kurultayı'ya hücum kılısılar. Muşununki bir düşüncesini elbette bu yer bulmuşsun belki keyin yana bir fırsat bola hazır naite keşme bolup ketdi bu talaş tartışmamız ama meninki nokta koymak bolgan yerim biz Dünya Uygur Kurultayı süpütümüz bile hiç kaçan biz indigenous people dep bağan yerimiz yok. Ya biz onunla şu biz indigenous dep bir nimege kelişime kol koyganımız yok. Bunun için ben bu talaş tartışını bihude dep qarayma. İkincisi onundikize bunundan istifade kılıp bunu suiistemal kılıp Dünya Uygur Kurultayı'na hücum kılış bir vas kılıp işletmesliginglarni sizlerden sorayman. Onundikin yani birisi hem de bu siz nayti yaxşı özünüz yetiştirip etipsiz biz nayti hoş bulduk şundak insanlarınki çıqqanlıqıga lekin bilmeydiğen nimelerni birbiriga ulap birbiriga münasebetlendirip bu bir hikaye tokup çıkışınızını mı ben toğır dep qaramayman. Bunun da bu da qitim şu söhbetimizden bir kısmını anladım. Dünya Uygur Kurultayı'nı qaralaş üçün, Dünya Uygur Kurultayı'na hücum kılış üçün Dünya Uygur Kurultayı Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nı yokattı. Şarkı Türkistan Milli Merkezi'ne özgerdi. Onu yokattı. Şunda dep kelip Dünya Uygur Kurultayı'dakilerini Şarkı Türkistan davasıga ihanet kıvatkan insanlar süpütüde tariflep çıkıpsız. Yani şunun maksat şu oldu. Bunun için bir yerde sizinki biraz yani ötmüşni bilişiniz ne? Davanınki biraz tarihi biraz nazar selişiniz ne? O toğra nazar bilen bunu oturup koyuşunuz ne? Sizden sorayım. Rahmet sizge. Rahmet. Ben bu ahir sözümle bir şey. Ya ama ben yığın çaklasam çünkü ya da başlamı ben tezde tükütümen. Yani hazır Ömer Kanat Efendim'in diyen gibi biz hiç kaçan Dünya Uygur Kurultayı unda indigenous people dep bakmadık dedi ama 12 yıldan yağı Üzüldüm oldu. Ya menin avaz yok. Üçün veya ki hikayelerni tokup dedi. Menimce halep kimnin hikaye toklatkanını körvatıdı. Bu yerge menin yaklaşımdan haşlıyor. Fakat bizde hazır davanın tarihini yaxşı bilip dedi Ömer Kanat Efendim. Ben davanın tarihi doğrulup
Hem nesini ispatlı koyuvatma. Abiyam Abdurrahim Gayniqi denişimizin degen nesini Mehmet Ebru'ya. İsa Yusuf Alıptik Efendi'nin ha kitabını okudunlarmış ki onlar. Ha kitaptan başlap bir okunlar da havanın tarihine şedidinizler. Diler abay degende bu gap uzrak ketdi hazır. Hadisesi yok deysizler. U yerda neymiş yani o kitabı neymiş için tercüme kılmaysızlar Uygurcaga. İsa Yusuf Alıptik'in Esir Doğu Türkistan üçün deyen kitabı neymişka hazırca tercüme kılınmaydı. Sen tercüme kılsan olmaz. Özanlar yürübünler. Ya sen tercüme kılsan. Yürügümüz ne? Okıldatıdığın işim yok. Sen tercüme kılsan olmaz ya. Oldu. Bu ne? Tamam Diler. Son söz ha, son söz bär oldu. Tahtısının kendi otağın bir teşkilat bizge vekillik kılmaydı. Bunu bilin. Rahmet. Okay. Unda bir taxta yok, onu icad qilib chiqibsizlar. Unda bir taxta yok. Allohga shukr, biz xalqimizning oldida peshonamiz ochiq. Sharq Turkistonning mustaqilligini nishon qilgan bir tashkilot shu yo'lda mengyapmiz. Sizlarmi hech bo'lmasa bir amaliy ish qilib menginglar Sharq Turkistonninki mustaqilligini qo'lga keltirish uchun. Quruq kompyuterda o'ltirib olib, bizni g'ajab, bizning oqimizdan nima xatolik ishlaydigini bizni kechgacha bizning oqimizda küsüp yürgüçe üzanglar bir iş kılınlar, halkımız sizlerden razı olsun. Allah'ım sizlerden razı olsun. Rahmet. Rahmet Ömer Kanat efendim. Bir yerde endi ülkenin degandek mushu ba'zilarda endi ism atmay mushu siz mi burun RFA'da ishlagan Alkanasiya radiosida. Ba'zilar Xitoy